Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan Windows 11 operatsion tizimini o'rnatishni o'rganamiz. Windows 11 operatsion tizimi обновление bo'libdi. Juda ajoyib variant chiqdi. Oldingilarga nisbatan ancha yaxshi. Men hozir o'rnatdim va o'rnatishni videoga oldim. Lekin videoga faylni qanday yuklab olishni ko'rsatmayman. Shuni hozir boshqatdan ko'rsatib sizlarga yozib ko'rsataman. Daryo brauzerga kiramiz. Mana Windows 11 skачать microsoft.com. Bu orqali siz USB ISO fayllarni ham ko'chirib olsangiz bo'ladi. Dastur orqali Media to Creation yordamida. Buni tushunmayman, buni ishlatishni maslahat bermayman. Biz hozir birinchi uslubimiz mana Windows 11 deb kiritamiz. Bu yerdan Windowsni tilini kiritishimiz kerak bo'ladi. Rусский. Bu uslub ba'zan ishlamay qoladi. Bu hozir ishlamay qoldi. Agar bu uslub ishlamay qolsa, mana bu orqali ham yuklab olsa bo'ladi. Bu bizga 10 yoki ana 10 megabaytlik nima ko'chirib olib beradi. Media to Creation degan programma yordamida, bu yordamda biz ko'chirib olsak bo'ladi. Yana bitta yo'li, hozir buni yuklab olguncha yana bitta yo'lni ko'rsataman sizlarga. Rufux orqali ko'chirib olish. Rufuxga kirasiz. Sizga Rufux ham kerak bo'ladi. Rufuxni ana bundan ko'chirib olasiz. Masalan, endi Windows 11 o'rnatishga kerak bo'ladigan narsalar bular. Media to Creation orqali ISO faylni ko'chirib olish, Rufux orqali. Keyin Rufuxni bundan buyog'iga Rufux orqali ko'chirib olish mumkin. Rufux официальный sayt. Yakana Rufuxni o'zi birinchida chiqadigan sayti ham bu. Mana Rufuxni ofitsialniy sayti. Chek ustiga bosasiz. 1.6 megabayt hozir 25-chisidan mana bu almayt bo'lgan sanasi. Mana ko'chirib olishni boshladi. Men ko'chirib olib o'tirmayman, menda bor. Media to Creation programmasi ham ko'chirib olib bo'lindi. Bu endi hamzadan загрузка bo'lmaga o'tsak, mana shu yerda mana Media to Creation. Buni ham Telegram kanalimga tashlab qo'yaman, kimga kerak bo'lsa. Mana ochilyapti. VP podgotivka. Windows 11 da mana bu ba'zi bir drayverlarda, ba'zi bir kompyuterlarda chiqadigan xatoliklar ham bartaraf qilingan. Demak, birinchiga bosamiz. Ana meni kompyuterimda ham bir navi ishlayapti. Meni kompyuterimda kuchli ham emas, mana Intel Pentium 6 поколение 4 GB RAM. Lekin ishlatyapman. Buni ishlayapti. Bu yerdan Rossiya tanlay olmaysiz endi. Bu yerdan Ruskani tanlaymiz. Kimga boshqa til kerak, boshqa tilni maqsad Windows 11 bosamiz. Bu promo 8 GB yoki undan yuqori bo'lgan fleshkani tiqasiz yoki diskga yozib beradi. O'sha diskga yozib bo'lmaydi Windowsni. Bundan keyin Windowsdan diskga yozib bo'lmaydi, sababi xotirasi katta, diskning xotirasi yetmaydi. ISO faylga to'g'rilab qo'yib, nadaga bosamiz va bu yerdan joyni belgilab сохранitga bossangiz, avtomatik mana bu fleshkani belgilab qo'yibman. Masalan, diskga bosib, сохранitni bosib qo'ysangiz, o'sha bu yozib ketaveradi, ko'chirib olib. Mana shunday qilsangiz ham bo'ladi.
U menga shart emas, menda esa fayl bor. Demak, endi yozishga kelsak, fleshga yozishga. Demak, fleshga o'rnatasiz, 8 GB dan kichik bo'lmagan. Bu yerdan Windows'ni ko'rsatasiz. Manda bu 5 GB xarfning ichida Windows 11 ana ana 24H2 ruscha olmuş raziyat. Demak, bu yerdan MBR yoki GPT shuni bilishimiz kerak. Shunga qarab o'zi to'g'irlab yuborishi ham mumkin. MBR ga to'g'irlasak yana version'ni yoz, GPT ga to'g'irlasak UEFI. Uzr, kechirasiz. Mana SSD'im birinchi o'rinda turibdi. 256 GB SSD. Bu vositaga kirib, bu yerdan toma bo'lmaga kirasak GPT'da qoldiramiz va startni bosamiz. Mana bu yerdan OK'ni bosamiz. Bu yerdan ma'lumotlaringiz o'chib ketadi va tiklab bo'lmaydi deb ko'rsatadi. OK'ni bossangiz yozishib ketadi va tugagunicha kutib o'tirishingiz kerak bo'ladi. 100% bo'lgandan keyin tugamaydi. Tugagandan keyin mana bu admini zakrit bo'lib qoladi. Shundan bilib olsangiz bo'ladi. Men hozir yozib o'tirmayman. Ana zakrit ana готов bo'lib, planshet polni to'ladi. Yozib bo'lgan bo'lsa. Men hozir yozib o'tirmayman. Mana endi o'rnatish jarayonini ko'rsatishga o'tamiz. Demak, kompyuterni o'chirdim. Kompyuter o'chgan va endi avtomatik yonishida F9. Kimda qaysi? Menda F9. UEFI USB birinchi port. Hozir ikkita bo'lib qoldi fleshkamiz. Ikkita bo'lib qoldi, shuning uchun men birinchisiga bosaman. Agar birinchisiga bossangiz, o'sha USB 1 ga bossangiz, avtomatik nima ketadi. Hozir ovozlarga e'tibor bermaysizlar, orqamda ventilyator ishlab o'tiribdi. Windows 11 juda ham o'zgarib ketgan. Qani ko'ramiz, sizlar bilan yangi variantini sizlar bilan birgalikda birinchi marta o'rnatyapman. Oho, o'zgarib ketibdi lekin yaxshigina. Klaviatura debdi. Klaviatura E20. Bu yerdan seshayga to'g'rilab qo'yamiz. Ya восстановление и установить Windows 11. Ana bu yerga pichgacha qo'yamiz. O'zgarib ketibdi Windows o'rnatsa. Net ключи продукtiga bosamiz. Ключ beryapti bizga. Net ключи продукti. Bu yerdan Windows 11 kiriting deyapti. Windows 11 Pro. Установить премьер. Disk, poisk disk. Disklarimizni qidiryapti. oltmish gigabaytligini ushlab olibdi, yo'q bu emas. Bu yerdan xotiralariga qarab topib olishingiz mumkin-da. Xotiralariga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Demak, menda mana 256 gigabaytlik hard diskim bor edi. Ana topdim. Ana. Bu yerdan mana bu 500 megabayt, 16 megabaytliklarni format qilishimiz mumkin. Mana 500 megabaytlik format bo'lmadi. 256 gigabaytlik hard diskim mana. Shundan uni bosib format qilib yuborishim mumkin. 256 gigabaytlik diskim o'zi ana bu yerda format turibdi. O'shadan format bo'lib ketyapti. Mana format bo'ldi. 256 gigabaytlik hard diskga format bo'ldi. SSD dalaga bosamiz va установить deb bosamiz. Mana bu yerda timer o'zgarib qoldi. Windows 11 установить Windows 11. Admini qo'yishingiz ham mumkin. To'g'risini aytay, Windows 11 ni yangicha variantini
birinchi marta sizlar bilan birgalikda o'rnatyapman. Shuni aytay, bunaqa uстановка oynasini birinchi marta ko'rishim. Bunaqa uстановка oynasini oldin ko'rmaganman lekin. Gap to'g'risi. Bunaqa uстановка oyna taymerini birinchi marta ko'rishim. Va mana shunday taymer bizni kutib olyapti. Kutamiz endi. To'g'risini oldingidan nisbatan qiyinlashib qolibdi. Uстановка qilish. Bu yerda manimcha fleshkani olib qo'ysak ham bo'ladi. Mana Windows 11 logotipi chiqdi. Bu yerdan yashaydigan region xato deb qo'ydik. Joyingizni kiriting deyapti. Bu yerdan pastga tushiramiz. Pastga tushiramiz. Pastroqqa tushiraveramiz. Ana O'zbekiston. Rossiya. Ya, u meni net internetdagi bo'lsa, aylanib ketamiz. Kimga? Bu yerdan barcha pichkalarni o'chiramiz. Barcha pichkalar biroz qolmasligi kerak. Windows 11ni o'rnatish to'g'risini aytay, o'ylaganimdan ham boshqacha tus olib ketibdi. Oldingi Windows 11 o'rnatishlar ishlarida Windows 11ni o'rnatishni pastki Windows 10dan deyarli farqi yo'q edi. Hozirgi o'tgan o'yinimizdan tashqari deyarli farqi yo'q edi. Masalan, tilni tanlash, fleshga qattiq format qilish, mana shunaqa narsalari pastki farq qilmaydi. Hozir esa o'zingiz ko'rib guvoh bo'ldingiz, butunlay boshqa o'yinlar bizni kutib olishdi. Men hayratda qoldim. Va nima qilishga ham hayron bo'lib qoldim to'g'risi ba'zi joylarda. Demak, bizni qiladigan ishimiz hozir driverlarni o'rnatish bo'ladi. Готовый. Mana ko'ryapsizlar, boshqa o'yinlar bizni kutib olishyapti. Butunlay boshqa o'yinlar. To'g'ri o'rnatibmiz. Bu disklarimga qo'rqib turdim, birontasidan narsasi uchib ketmasin deb. To'g'risi qo'rqib turdim. O'rnatib ham bo'ldik. Tak. Mana bu yerdan narsalarni o'zgartirish mumkin. Ekran hajmini ham o'zgartirish mumkin, lekin bu yerda bitta o'zgartirilmayapti. Sababi
Bizda hozir driverlarda ошибкалар ketib qoldi. Endi biz bu yerga driverlarni qo'yishimiz kerak va o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Driver uchun menda flashkam alohida. Hozir o'rnataman. Demak, mana driverlarga resetga bosamiz. Driverlar o'rnatishda mana bular qarang. Mana bular. Bular o'rnatilmay qolib ketgan driverlar hisoblanadi. Bular. Pastroqqa tushamiz. Video karta driveri bu obzatini kerak. Hozir nimamizni to'g'irlab beradi. Wi-Fi driver shart emas menga. Audio driverlardan mana shu ikkitasidan mana shunisi yaxshiroq. Menga o'zim shuni ishlataman. Sanitga bosamiz. Bo'ldi. Endi bizni qiladigan ishimiz uni ko'rsatib ketmayman. Nimasiga qarab o'rnatib oladi. Dasturlarni o'rnatib olish. Word, Excel, PowerPoint. Endi har kim o'zi o'rnatadi. Kimdir maxsus dasturlar yordamida, kimdir chip yordamida, kimdir o'sha dasturlarini tashnamasdan bu yerdan men hozir sizlarga ko'rsatadigan narsam tuskuni o'zgartirish. Ya'ni bitta narsasi tuskuni o'zgartirish. Mana bu yerdan kiramiz, parametrlarga kirdik. Bu yerdan ortiqcha narsalarni olib tashlash kerak. Birinchi ochiladi. Kimga kerak bo'lsa qoldiradiganini qoldirsin, men o'chirib tashlayman. Dasturlar bo'limiga kiramiz. Birinchi qiladigan ishimiz bu yerdan ya'ni obnovleniyani o'chirib qo'yamiz. Bo'lmasa bizda qosish holatlari kelib chiqaveradi. Driver o'rnatguncha mana shu ishlarni o'zingiz amalga oshirsangiz ham bo'ladi. Zabotik imya administratoriga bosamiz, daga bosamiz. Mana, отключить. Bo'ldi. Hamma obnovleniyalarini o'chirib qo'yadi. Keyingi qiladigan ishimiz tuskuni o'zgartiramiz. Mana. Стандартский 389 setup. Установить televisiya degan joyga bosib, daga bossak o'rnatib bo'ladi. Keyin bu bizda ana ko'ryapsizlar, Windows 10 ga qo'ysak bo'ladi. Ana Windows 7 ga ham, 10 ga ham 11 ko'rinishida turaversin deymiz. Ana bu yangilikchasini. Lekin qolgan joylari Windows 10 ga o'xshab qoladi. Ana hamma yog'i Windows 10 ga o'xshab qoladi. Driverlarni o'rnatganimizdan so'ng, asosiysi mana shu video driver o'rnatilgandan so'ng bizga qulay ko'rinishga kelib qoladi. Demak, men bitta narsani ko'rishim kerak. Dispetcher zadachga kiramiz. Create voice, mamiyat 66%. Normalni. Mana. Bizda barcha driverlar o'rnatildi, kompyuterimiz qulay holatiga kelib qoldi. Bu driverlar bittasi qoldi, o'rnatildi. Wi-Fi adapterimiz o'sha ishlab ketdi adaptatsiya. Bluetooth adapterim ham ishlab ketdi. Kimga kerak bo'lsa antivirus o'rnatish mumkin, kerak bo'lmasa ana o'zini zavodskiy antivirusda ham bo'laveradi. Antivirus ham ishlab ketdi, hamma yoq ishlayapti. Dispetcher ustroystva va bu yerdan 4-chi avtozagruzga bu yerdan on driver degan joyni chiqaramiz.
Bittaga uni ham o'chirib qo'ysak bo'ladi. Bo'ldi, bizda Windows 11 o'rnatildi. Yangi varianti mana shunday shaklda o'rnatiladi. Video yoqqan bo'lsa like bosing. Bugungi videomiz shu bilan tugadi. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kommentariya yozing. Qandaydir savollaringiz bo'lsa kommentariyada kutib qolamiz. Agar yangi bo'lsangiz obuna tugmachasini bosib qo'yishingiz esdan chiqmasin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.